Ko'pchilik akalar opalarimiz so'rashyapti. Qaysi aeroport yaxshi uchib ketgani, dokumenti yo'qlarga deb ko'pchilik savol beryapti. Kommentariylarda zvonok qilishib, qaysi aeroportdan olsak bo'ladi, qulay deb so'ragan akalar opalarimizga men aytib o'taman, aeroport Vnukodan o'tsanglar bo'ladi, unchalik proverkalari yo'q. Bemalol shoshmasdan -1 bor, ikkinchi etaj bor, do'stlar, bemalol shu выходlardan kirsanglar bo'ladi. Shuning uchun men sizlarga aeroport Vnukoni tavsiya qilaman do'stlar. Arzon biletlar kerak bo'lsa, faqat ko'rib turganingizdek Flyvastok aviakassasi har doim sizlar bilan do'stlar. Ishonmagan akalar opalarimizga bemalol metro Salarievga kelinglar, bemalol qo'limizdan ko'rib biletlarni xarid qilinglar. Hozir ketish arzon do'stlar, 7000 rublga, 5000 rublga Samarqand, Toshkentlar navolar chiqyapti. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi.